Ravzada o'tiribmiz. Alhamdulillah yetkazdi. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning minbarlari. Alhamdulillah mana hali ham Ravzada biz. 3-chi partiya chiqib ketdi. Xudoga shukr, bizni birov haydamayapti. Xursandmiz bundan. Bu yerga kela olmagan yaqinlarimizni, opoqlarimiz, inalarimiz, o'tib ketgan tog'alarimiz, o'tgan xolamizni, amakilarimizni Shahid aka nomida namozlar o'qidik. Ularga salom, ularning nomidan payg'ambarimizga salomlar yo'lladik. Ularning nomidan salovatlar aytdik. Mana shunaqa ulug' joylarda turibmiz. Allohim bizdan o'tgan avlod ajdodlarimiz oxiratlarini obod qilgin. O'tar joylarimiz jannat bog'chalaridan qilgin. Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bizdan avlodlarimizdan o'tganlarda bu yerga kela olmaganlarda salomlarini qabul qilib oling. Sharif akamiz salomini qabul qiling. Hakim akamiz salomini qabul qiling. Ikkala opoqimi, inamlarni, Mannob tog'ami, Hafiza xolamiz salomlarini qabul qiling. Ya Rasululloh, sizga jonimiz fido bo'lsin. Sizga loyiq ummat bo'la olmayapmiz, bizni kechiring. Alloh bizni kechirsin, bizni isloh qilsin. Bizdan rozi bo'lsin, hammamizdan rozi bo'lsin. Biz orqali O'zbekistondan salom yo'llaganlarni hammalarini salomlarini yetkazdik. Hammalaring sog' bo'linglar, hammalaring bu yerga kelib payg'ambarimizga o'zlaring salom aytishlaring nasib ro'za aylasin. Mana payg'ambarimizning minbarlari, mukammal ravzalari. Alhamdulillah. Shu yerda namoz o'qib, duolar qilish nasib qildi. Ya Rabbi, Hakim amakimiz gunohlarini kechirgin. Sharif akamiz gunohlarini kechir. Opoq enalarimizni kechir. Oxiratlari obod bo'lsin. Vatar joylari jannat bog'chalarida bo'lsin. Bu yerga kelib payg'ambarimizga salom yo'llagan bandalaring qatorida qilgan ularni ham qiyomat kuni Janobimiz qo'llaridan havzi kavsar suvlarini ichadigan bandalaring qatorida qilgan. Ya Rabbi, o'zingga hamdlar bo'lsin. Alhamdulillah. Sallallohu alayhi va Rasululloh.